Okalar mana krasavchik degan qo'chqorimiz 2 tishda. Men buni 1 oy bo'ldi Raminaga qo'rayizga yani. 1 oy oldin ko'rgandim. Bitta narsasini aytib o'tmoqchiman, shu qo'chqorni 1 oy oldin garbanosi bor edi, lekin hozirgidek emas edi. 1 oydan keyin garbanosi yanada kuchayibdi. Men o'shanga ko'rib, mashalloh deyman. Buni eksteriyeri juda go'zal mana. Yunglari, svet, qulog'i joylashishi, quloq oldidagi joylari, uzunligi, belli tekisligi, dummani tikkaliklariga e'tibor berasizlar. Qo'chqor turini qarang. Nima deyapti bu jonivor? Suluv-ku, suluv. Shundoq yaylovga qo'ysangiz, uyurga qo'ysangiz, uyur gullatadigan qo'chqor. Mana dumbalarni ko'rsatib qo'yaylik sizlarga. Bizning obunachilarga mana Muhammad Ali, Ramin akam, Islombek mana Arashan o'zida obunachilarga mana qo'chqor. Mana super okalar. Hojakbar, bizning videoni ko'rsangiz baraka toping. Qo'chqor gap yo'q. Olganingizga arziydi. Inshaalloh shundan yaxshi qo'zilar tushsin. O'zbekistonga, Qirg'iziston, Qozog'iston, Moldovaga kelib bo'lsa, Ingushetdi, Rossiyalarga eksport qilish nasib qilsa. Bizga ham beradi shu videoni. Mana Muhammad Ali, Islombek, Ramin aka. Ko'paytiramiz nasib qilsa. Shuni bolalardan olamiz. Mana. Ya, men biron qo'chqarning bolasini va'da qila olmayman, egasi Xo'jakbar. Mana Xo'jakbar videoni saqlantirib qo'yasiz, bu tarixga qoladi, xudo xolasa bu video. Mana go'zal. Mana chempion nima deyapti okalar? Mana